Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xonadon uchun standartli hamma himoyalariga ega bo'lgan shit yig'ishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga 24 talik narojniy shit, ya'ni montajingizdan, tochkangizdan kelib chiqib shit tanlashingiz mumkin. Lekin maslahatimiz shuki, bir ikkita modul zapasi bilan olgan yaxshi shitni. Bundan keyin glavniy avtomat hisoblanadigan ikki polusli avtomat qo'yish maqsadga muvofiq. Qachonki remont ishlari olib borilayotganda, uzganda to'laqonli elektr tokini uzish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, relay напряжение har bir xonadonda bo'lishi kerak bo'lgan moslama qurilma hisoblanadi. Deganda skachoklar напряжениeni o'ynashidan saqlaydi, ya'ni bitovoy texnikalaringizni kuyib qolishini oldini oladi va eng asosiysi hisoblangan uzo avtomati, ya'ni uzo avtomatini hammamiz bilamiz, inson tok urishidan himoya qiluvchi qurilma hisoblanadi. Bu ham bo'lishi обязательно, ya'ni shart hisoblanadi. Bundan tashqari gruppalarimizga mos ravishda 10 amperli, 16 amperli, qaysidir joylarda 25 amperli avtomatlar ishlatish tavsiya etiladi. Har bitta kabellarimizni NCV nakanichniklar bilan обжимка qilib ishlatish maqsadga muvofiq. Nimaga deganda keyinchalik slabый kontakt yuzaga kelib, qizish, avtomatlarda erish kuzatilmaydi. Xo'p. Liniyalarimizga mos ravishda asosiy liniyamiz uchun 10 kvadrat secheniyadagi mis simlarimizdan hamda uzolarimiz uchun 6 kvadrat secheniyali simlarimizdan foydalanish tavsiya etiladi, albatta gruppalarga qaragan holatda. Xo'p, demak biz shitimizni yig'ishni boshladik. Birinchi shitimizni ochib olamiz. Qani, bismillah. Shitimizga o'zini maxsus din reykalarini qotirib olamiz, avtomatlarni o'rnatishimiz uchun. Boshlanishiga avtomatlarimizni joyini aniqlab olamiz. Ya'ni asosiy avtomatimizni chap tomondan birinchisiga qo'yish maqsadga muvofiq hisoblanadi, ya'ni udobni hisoblanadi. Undan keyin esa relay напряжение joylashadi. Sababi relay напряжениemiz qaysidir holatda himoya qilib kuyib qoladigan bo'lsa, avtomatimizdan uzib, tokdan o'chirgan holatda almashtirish qulay bo'lishligi uchun, xavfsiz bo'lishligi uchun. Undan keyin esa uzo avtomatlarini qo'yishimiz mumkin. Ya'ni gruppalarimizga tarqatishda kerak bo'ladi. Xo'p. Uzo avtomatimiz ham ikkita foydalanyapmiz. Nima uchun? Bittasi rozetka liniyalarimiz uchun, bolalar xonasi misol uchun va sanuzellar bo'ladigan bo'lsa, bittasi oshxonamiz uchun alohida ishlatamiz va освещение liniyamizni past tomonga qo'yapmiz, ya'ni 10 amperli avtomatlardan ko'rishingiz mumkin. Va 16 amperli avtomatlarimiz bo'lsa, rozetka liniyalarimiz uchun hisoblanadi. Ya'ni uzo qo'yishda yana bitta nyuans bor. Bu qanaqa deydigan bo'lsak, uzo nominalimiz qo'yayotgan nominalimizdan yuqoriroq bo'lishi kerak. Misol uchun rozetka liniyalarimizdan yuqoriroq bo'lishi kerak va maksimum bitta uzoga 4 tagacha avtomat, bir polisli avtomat ulash tavsiya etiladi. Ko'rib turganlaringizdek, asosiy avtomatimiz, undan keyin relay напряжение qo'ydik va ikkita uzo bilan jihozladik. Bittasi bolalar xonasi va oshxona uchun mo'ljallangan, ikkinchisi bo'lsa sanuzel uchun mo'ljallangan uzoyimiz hisoblanadi va освещение tizimimiz uchun alohida 10 amperli avtomatlar qo'ydik. Bu ya'ni bazaviy shitimiz hisoblanadi. Hozir buni razvodkasini qilib ko'rsatib beramiz. Buning uchun bizga asosiy avtomatimizdan chiqishi uchun aytib o'tganimizdek 10 kvadrat millimetr secheniyadagi mis simimiz kerak bo'ladi. Buni albatta nakanichniklar yordamida, NCV nakanichniklar yordamida обжимка qilish tavsiya etiladi, chunki slabый kontakt har xil salbiy holatlar yuzaga kelmasligi uchun qilinadi.
ko'rib turganlaringdek bazaviy, ya'ni hamma himoya vositalari o'z ichiga olgan shitimiz tayyor bo'ldi. Ushbu shitimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, aytib o'tganingizdek boshida двухполюсный avtomat, bu полностью remont ishlari yoki biror bir elektr ishlari bajarilayotganda tarmog'i butunlay toksiz qoldirib, xavfsizlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, relay напряжение aytib o'tilgandek, skachoklar напряжениeni pastlab balandlashdan himoya qiladigan qurilma va aytib o'tilgandek, UZO avtomatlarini joylashtirdik va ularga alohida 3 tadan gruppani biriktirdik. Bu ya'ni shu tok urishidan himoya qilishi mo'ljallangan va past tomonda, chap tomonda esa освещение liniyamiz uchun 10 amperli avtomatlardan foydalanib ushbu shitimizni yig'dik. Agarda sizlarga avtomatika mahsulotlari ishonchli avtomatika mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Dusel Electricalga murojaat qilishingiz mumkin. Barcha assortimentlar sotuvda mavjud. Agarda sizda qo'shimcha savol va takliflar paydo bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Biz albatta javob beramiz.